boshqalarga ham tarqating, chunki kasalman deb dori-darmondan boshi chiqmay o'tirganlarning aksariyati o'ylab topilgan kasalliklarning qurboni ekan. Men shuni tushundim bu kitobni o'qib. Dahshat azizlarim, yomg'irda nima zararlikin Sarvarga bu videoni olib demang, chunki siz o'ylab topilgan kasalliklarning qurboni bo'lib, kredit olib davolanib, shunchaki ayrim kasalliklar sabab farm sanoatini boyitayotganingizni bilib qolasiz. Men mana shu kitobni o'qiganimdan keyin ko'zim katta-katta bo'lib ochilib ketdi. Birgina o'ylab topilgan kasallik, xolesterin miqdorining qonda ortib ketishi. Juda ko'p olimlar Amerikada, "Yo'q, bu kasallik emas, undan ko'ra sog'lom turmush tarziga rioya qilib, bu kasallikka qarshi kurashish mumkin" deysa ham, Amerikada 1990-yilda Milliy salomatlik instituti yo'riqnomasida 13 million odam men xolesterindan aziyat chekyapman deb davolangan statinlar bilan. Keyin 2001-yilda yo'riqnoma yangilangan. Kengash tuzilgan, xolesterin miqdorini qondagi normasini pasaytirib qo'yishgan va buni oqibatida 36 million odam statinlarga murojaat qilgan. 2004-yilda 9 kishi yig'ilib, yana miqdorini kamaytirib qo'yishgan. Aytaylik, qonda 6 millimol bo'lish kerak bo'lsa, 4 millimolga tushirib qo'yishgan va 40 million odam statinlar qurboni bo'lgan. Buni natijasida Amerikada 3 ta eng yirik farm kompaniya yiliga 25 milliard dollar pul ishlagan. Tasavvur qilyapsizmi? Endi sotilayotgan kasalliklar kitobida nafaqat xolesterin, balki boshqa kimyoviy preparatlar yordamida davolaniladi deyilgan kasalliklarning o'ylab topilgani haqida gap ketadi. Bu kitob hali sotuvga chiqqani yo'q, endi chiqadi, lekin chiqishi bilan olib o'qing. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. Telegram kanalimda batafsil bu kitob haqida audiolar tayyorlab tashlab boraman. A'zo bo'lib oling, plus qoldirsangiz silka boradi. Balki kasal emas tursiz, qadrlilarim.